Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra hazır oldu. Çizla bugün 2023 yıl 13. ayın 19. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz hazır Çin Pokunun haberde, bugün verilgen haberde Cungo'da hazır 220 milyon kişi Jokumlandı degan xabarni verdi. Bundan ikincisi Salli News. Salli Shimin deydigan. Yani bir tor beti suratlik yoki video film orqali bugun atdiganda shunda xabar berdi ki vatandaş kasal yuqtirib olgan kishilar va yoki qizitmasi o'rlagan kishilar ko'chada ketib o'tib yiqilib ko'chada ketayotgan yerda yiqilib jon uzayotganligini ko'rsatdi. Dahshatlik vatandash. Poyezd stansiyaları, yo'l yana qatnash uyab-uyaladi. Shunda yiqilib o'rinda qo'polmay. Saqchilar kelgicha, doktorlar kelgicha jon uzdi. Video filmda Salli xabarlari degan torbitida Cungo'nun hazır virüs ahvali yani şu derecede vatandaş. Ondan başka haberler, siyasi haberler bugünçe taze yok kurdu ya ki köp emez. Tüm gün çıraylık sözlep bulduk. Amerika Koşmuş Ştatlar'da, Devlet Mahkemesi de, Devlet Müdafiye Ministerliği de, hatta Merkezi Ahbarat, İstihbarat Qarmıqda Cungo işxanası, Cungo Hizmet Gruppası, Cungo Üye degендek, Cungo Sarıye degендek muşunda işxanalarının qurulğanlığını bugün sizlerge söyledik. Endi bugün sizlerge yana söyleyeceğimiz Rusya taraftan yemiş buluvatıda, mesela Ukrayna taraftan yemiş buluvatıda. O mavzumunda vatandaş uğraştı yenildi. Uğraştı yenildi. Vladimir Putin'in siyasi hayatında sanaklı külleri kaldı. Mavzulu haber 13. ayının 18'ini ben bir torbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Rusya'nın Ukrayna tecavüz kılıp kirgeni 300 gün oldu. Bu ustaz g'alaba qilolmayli qilmasdan aksiya 8 yil burun qo'lga keltirgan Ukraynaning sharqidagi bir qism zimillardan bir-birlab ayrilib qoldi. Rossiyaning ichki qismida norozilik ko'payishga boshladi. Kundalik xabarlar gazeti xabar qilib, burunli mundoq ko'rsatgan edi. Navbatda Rossiyada faqat 25% kishilarla urushni qo'llaydi. Rossiya o'qituvchilari Rossiya urushda futurvatdi deb hisobladi. Va Vladimir Putinning kunlari hamda oxirlashida deyishdi. Moskva o'qituvchilari masalan Yuliya Galimina mundaq ko'rsatdi. Vladimir Putin tajovuzchilik urushi qo'zg'agan bo'lsa, yana balki tajovuzchilik urushi qo'zg'amagan bo'lsa, kechiringlar, yana balki ko'p vaqt hokimiyat beshida o'ltirar edi. Lekin bugun uning sanoqli kunlari qolib qoldi. Vladimir Putin'in siyasi hakimiyeti çak-çekidim büsülüp gitti. Bu noktada Prezident Vladimir Putin o'zi ham aniq tonib yetdi. Kreml sarayini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilavergan xalqaro shaxmat ustasi Garri Kasparov mundaq ko'rsatdi. Rossiya aniqki bu urushda yengildi. Bu yengilish siyasi hokimiyatning yemirilishi kelib keladi. Lekin mesele şu yerdeki angacha nurgun adam ölüp gidiyor. New York Vaqt gazeti o 7. gün aşkarlap mundaq ko'rsatdi.
G'arbning import qilishga o'xshagan ba'zi manmanlar, ya'ni pul topgan boyvachchalar biz aldandik deb og'rinayotdi. Chunki ular prezident Vladimir Putinning tajovuzchiligiga yordam bergan kishilar. Vladimir Putin mansub bo'lgan Rossiyani birlik keltirish partiyasining a'zosi Konstantin Zatolin mundaq ko'rsatdi. Aslida oldimizdagi 2-oyning 15-kuni bu partiyaga vakil bo'lib nutq so'zlamoqchi bo'lgan edi. Belgilangan yig'in chaqirilishdan 5 minut ilgari bekor qilindi. Partiyaning yuqori qatlam rahbarlari bu yig'inni bekor qildi. Ya'ni Vladimir Putin mansub bo'lgan Rossiya Birlik keltirish partiyasining 2-oyning 15-kuni chaqirdigan yig'ini bor ekanda, bu yig'ini bekor qilgan qaraganda haqiqatan Rossiyaning urush maydonidagi ahvoli eg'er degan gap o'tandish. Zatolin mundaq ko'rsatdi. Men bu ishga taqobil turishga tayyorlik qilib bo'lolmagan edim. Ko'pchilik. Bu qarorga munosabatlik barliq natijalar meni cho'chitib qolmasdan yana nurg'on amaldorlarni cho'chitib qo'ydi yoki cho'chitishga boshladi. Leksiyamiz müşahede ahırlaştı vatandashim. Bugun muhokama yo'q. Endi sizlarga huzur so'rayman deganim. Men 2-3 kungacha yani torbetga chiqolmaydigan bo'lib qoldim. Ishim chiqib qoldi. Kechiringlar buning uchun. Allah xolisa yani 2-3 kundan keyin sizlar bilan davomli uchrashimiz. Endi oldimizda bayram, cho'ng siyosiy hodisalar va yoki boshqa xabarlar bo'lmasligi mumkin. Lekin arliqda vaqtim yana men sizlar bilan davomli uchrashim vatandoshlarim. To'g'ri tushuninglar.